بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tark qilingan sunnatlar mavzusida borayotgan darsimiz davom etadi. Biz nafil namozlar bobida tark qilingan sunnatlarni zikr qilayotgan edik. Biz o'tgan darsda Bamdodning 2 rakat sunnatini o'qib, o'ng tomoni bilan yonboshlab yotishlik sunnat ekanligi haqida to'xtaldik. Bugungi darsimizda ham ushbu bobda tark qilingan sunnatlarni zikr qilamiz. Agar siz nafil namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, birontasi oldingizga kelib qolsa, ya'ni sizni qasd qilib, sizda bir hojati bo'lib kelib namoz o'qiyotgan holatingizda ustingizda tursa, namozni yengil qilib tugatasizda, unga ijobat qilasiz. Mujohid rahimahullohdan rivoyat qilinadi, kishi aytadi: "Jalastu ila Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma wa huwa yusalli, fa khaffafa thumma sallama wa aqbala ilayya. ثم قال إن حقا علي أو سنة إذا جلس الرجل إلى الرجل وهو يصلي التطوع أن يخفف ويقبل عليه." Men dedi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumoni oldiga borib o'tirdim. U kishi namoz o'qiyotgan edi dedi. Namozini yengil qildida salom berib, so'ngra menga yuzlandi dedi. So'ngra albatta meni ustimdagi haqdir yoki sunnatdir. Agar bir kishi bir kishini oldiga o'tirsa va u nafil namoz o'qiyotgan bo'lsa, namozni yengil qilmoqligi va unga yuzlanmoqligi dedilar. Yana bu bobda tark qilingan sunnatlardan shukr sajdasi. Abdurrahmon ibn Ka'b ibn Malik Bismillahirrohmanirrohim radhiyallohu anhu rivoyat qiladi va nasta'inuhu va nastaghfiruh. Lamma taballohu alayhi billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Alloh taolo u kishining tavbasini qabul qilib, u kishining tavbasi nozil bo'lgach, sajda qilib yiqildi dedi. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu, bu kishining qissasi mashhur. Jihoddan ortda qolgan 3 kishining biri. Alloh taolo u kishining tavbasini qabul qilganligi haqida oyat tushirgach, u kishi shukr sajdasi qilib, ya'ni sajdaga yiqilgan. Buxoriy va Muslim ibn Mojalarda keladi bu asar. An Abi Aun qol sajada Abu Bakr hina ja'ahu fathul Yamama. Abu Aundan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi, Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishiga Yamomaning fathi xabari kelganda sajda qildilar. Bayhaqi va Abdurrazzoqlar rivoyat qilishgan. Abu Musa al-Hamdanidan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi, men Nahravon kuni Ali radhiyallohu anhu bilan birga edim dedi. Shunda u kishi Aliga ko'krakli kishini izlanglar dedi. Uni izlashdi. Biroq uni topisha olmadi. Ali radhiyallohu anhu terga botib ketdi va Allohga qasam, men yolg'on gapirmadim va menga ham yolg'on gapirilgani yo'q. Uni izlanglar dedi. Ya'ni bu odam haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar berib ketgan edi. Keyin uni o'liklarni ostidan bir chuqurlikda topdik dedi. Uni Ali radhiyallohu anhu ga olib kelinganda sajda qilib yiqildilar. Ya'ni shukr sajdasi qilib yiqilganlar. Imom Ahmad, Bayhaqi, Ibn Abi Shayba, Abdurrazzoqlar rivoyat qilishgan. Abu Bakrdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u bilan xursand bo'ladigan bir ish keladigan bo'lsa, Alloh taologa shukr qilib sajdaga yiqilardilar. Abu Dovud, Termiziy, Ibn Mojalar rivoyat. Hasan ibn Amr al-Marvaziydan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi:
سمعت بشر بن الحارث يقول جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق فلولا أنه موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود لله والحمد لله الذي أماته هكذا قولوا. Men Bishr ibn Haris, ya'ni Bishr al-Hofiydan shunday deyotganlarni eshitdim dedi. Mirrisi deb aytiladigan anavuni o'lim xabari keldi dedi. Ya'ni Bishrul Mirrisi, Jahmi. Men bozorda edim dedi. Agar u joy shuhrat o'rni bo'lmaganida Alloh taolo uchun shukr va sajda o'rni bo'lardi dedi. Uni o'ldirgan Alloh taologa hamd bo'lsin, mana shunday denglar dedi. Bu asar Tarixi Bag'dodda keladi. Demak, shukr sajdasi biron bir ne'mat hosil bo'lgan paytda yoki biron bir balo ketgan paytida sunnatdir. Hammod ibn Abu Sulaymondan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Bashartu Ibrohima bi mawtil Hajjaj fasajada va ra'aytuhu yabki min al-farah." Ibrohimga Hajjojning o'limi haqida xush xabar berdim. U kishi sajda qildi va u kishini xursandlikdan yig'layotganligini ko'rdim. Ibn Sa'dning tabaqotida keladi bu asar. Tark qilingan sunnatlardan yana biri g'aflat joyidan ko'chishlik. Balki ko'pchilik odamlar buni bilmaydi. Abu Qatodadan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar" dedi. "Biz bir kecha yo'lda ketayotgan edik" dedi. U kishini uyqu ushlab qoldi dedi. Ya'ni uyqusi kelib qoldi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga yo'ldan chetlangin, tuyani cho'ktirgin dedilar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyasini cho'ktirdi va biz ham cho'ktirdik dedi. Va bizdan har bir kishi tuyasini bilagini yostiq qildi dedi. Ya'ni tuyani oyog'ini yostiq qilib yotishdi dedi. Famastayqadna hatta ashraqatish shamsu. Quyosh chiqib ketgan paytida uyg'onibmiz dedi. Namastayqadna illa bi sawtis surat. Biz surat degan bir qush bor, kichik bir qush. Mana shu qushning ovozi bilan uyg'onib ketdik dedi. Shu payt ya Rasululloh halakna, ey Rasululloh halok bo'ldik dedik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam halok bo'lmadinglar dedi. Albatta namoz uxlaguvchidan favt bo'lmaydi. Albatta u uyg'oq odamdan favt bo'ladi dedi. Ya'ni atayin qilmasdan uxlab qo'ygan odamdan namoz o'tib ketmaydi, namoz vaqti chiqib ketmaydi dedi. Uyg'oq odam uyg'oq bo'lib turib o'qimasa, ana unda namoz favt bo'ladi, namozning vaqti chiqib ketadi. قال فتوضأ وأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين ثم تحول عن مكانه ذلك ثم أمره فأقام فصلى بنا الصبح. Tahorat oldilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Bilolga buyurdi, azon aytdi. 2 rakat namoz o'qidilar, so'ngra ana shu joydan boshqa joyga ketdilar. Endi joyni o'zgartirdi. So'ngra Bilolga buyurdi, iqomat aytdi. Biz bilan bomdodni o'qidilar dedi. Termiziy va Abu Dovudlarning rivoyatida esa tuyalariga shoshildilar va ularga g'aflat yetgan joydan chetlandilar deb keladi. Demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallam g'aflat yetgan joyda turmadilar, u joydan boshqa joyga ko'chdilar. Hadisdagi bir so'zga ham diqqatni qaratmoqchiman. Inna solata la tafutun naim va inna ma tafutul yaqdon dedi. Ya'ni namoz uxlaguvchidan o'tmaydi, o'tib ketmaydi, balki uyg'oq odamdan o'tib ketadi degan so'zga. Bu borada yana boshqa hadis ham bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha dedilar. Kimda kim bir namozdan uxlab qolsa yoki unutib qo'ysa, uni eslagan paytida o'qisin, chunki ana shu uning vaqtidir dedilar. Bu hadis kimlarga hujjat bo'ladi? Ya'ni bir odam atayin qilgani yo'q. Balki bomdodga turaman deb qasd qilib yotdi-da, bir kechasi kechroq yotganligi
ba'zi bir zarur ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolganligi sababidan bomdodga uxlab qoldi. Tursa quyosh chiqyapti ekan. Nima qiladi? Darhol ana shu paytda bomdodni o'qiydi. Unga namozni vaqti chiqmagan bo'ladi. Yoki bir odam namozni o'qidim deb o'ylab ishi bilan mashg'ul bo'ldi-da, biroq u namozni o'qimagan, unutib qo'ygan uni. Misol uchun peshin namozini men o'qidim deb o'ylab yurdi-da, asr vaqti kirganda esiga tushib ketdi peshin o'qimaganligi. Darhol peshinni o'qiydi. Unga ana shu vaqt peshinni vaqti bo'ladi. Endi hozirgi kunda ko'p yoshlarni ko'ramiz, balki talib ilmlarni ham ko'ramiz. Kechasi bilan behuda narsalar bilan mashg'ul bo'lishadi. Futbol ko'rgan, futbol o'ynagan yoki bir telefon o'ynagan va hokazo. Kechasida uxlashmaydi. Bomdodga yaqin, bomdodga ozgina qolganda, yarim soat, 1 soat qolganda uxlab qolishadi. Va peshinga yaqin vaqtda turib, keyin bomdodda o'qishadi. Birodarlar, bu hadisda aytilgan namozdan uxlab qolishlikka kirmaydi. Bu qasddan namozni tark qilishga kiradi. Chunki musulmon odam xuftondan keyin uxlashga odatlanishlik kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xuftondan oldin uxlashlikni, xuftondan keyin gaplashishni yoqtirmasdilar. Ya'ni iloji boricha xuftondan keyin tezroq dam olishga, uxlashga harakat qilardilar. Aksar vaqtlarida bomdoddan ancha oldin kechani 3-qismida turib tahajjud o'qirdilar. Mana bu sunnat ham bugungi kunda tark bo'ldi. Omma odamlar bu telefon balosiga mubtalo bo'ldi. Shuni oqibatida kechasi bilan uxlamasdan bomdodga yaqin uxlab bomdodni ham qazo qilishadi. Allohul musta'an. Nasoiyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatida shunday deb keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Liya'khuz kullu wahidin bi ra'si rahilatihi fa inna hada manzilun hadarana fihi shayton." Har bir odam tuyasini boshini ushlasin, chunki bu yer shayton beriga hozir bo'lgan manzildir deganlar. Shuningdek Nabiy sallallohu alayhi vasallam juma namozini kutib turgan paytida g'aflat makonidan ko'chishlikka, boshqa joyga o'tishlikka ham buyurganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Idza na'asa ahadukum yawmal jum'ah falyatahawwal min majlihi zalik." Agar sizlardan biringiz juma kuni uyqusirasa, ya'ni uni mudroq tutadigan bo'lsa, ana shu joydan boshqa joyga o'tib olsin dedi. Sahih hadis Imom Ahmad, Termiziy, Abu Dovud, Ibn Xuzaymalar rivoyat qilishgan. Amr ibn Dinordan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Menga Malik ibn Abu Sahm xabar berdi" dedi. "Annahu na'asa wal imam yaxtub." Imom xutba qilayotgan paytida u kishini mudroq tutdi. Shunda u kishiga Abdulloh ibn Umar ishora qildi, ana shu joydan turib boshqa joyga o'tib olishlikka. Xo'p, yana tark qilingan sunnatlardan biri safardan kelgan odam eng birinchi masjidga kirib 2 rakat namoz o'qishligi. Bu sunnat ham tark qilinib, buni zikr qiladiganlar juda ham kam. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Kana sallallohu alayhi vasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa salla fihi, thumma yaq'ud ma qaddara lahu fi masailin nasi wa salamihim." Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar safardan kelsalar, birinchi masjidga kirardilar va u yerda namoz o'qirdilar. So'ngra odamlarni so'rovlari va ularni salomlari borasida u kishiga taqdir qilingan miqdorcha o'tirardilar dedi. Ya'ni odamlarning savollariga javob berib, salomalik qilib o'tirardilar dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Kuntu ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam fi safarin falamma qadimna al-Madinata qala li udkhulil masjid fa salli rak'atayn." Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarda edim dedi. Biz Madinaga kelganimizda menga masjidga kirgin va 2 rakat namoz o'qigin dedilar.
Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Abu Solihdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Kanni anzuru ila Uthman ibn Affan radhiyallohu anhu idza rakiba markaban aw jaa min safarin lam yadkhul baytahu hatta yusalli rak'atayn fil masjid." Go'yo men Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu ga qarab turardim. Agar u kishi biron bir markabga minsa yoki bir safardan kelsalar, uyiga kirmasdilar to masjidda 2 rakat namoz o'qimaguncha. Masjidlarni o'tadigan yo'l qilib olinmaslik kerak. Ya'ni bir masjiddan narigi ko'chaga o'tishlik imkoni bo'lsa, ya'ni masjid ichiga kirib o'tiladigan bir yo'l bo'lsa, mana bu masjidga kirganda albatta namoz o'qib, keyin o'tishlik kerak. Bu yerlarni doimiy odamlar o'tadigan bir yo'lga aylantirib olishlik bu durust emas. Abdullah Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna min ashrati sa'a ay yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli rak'atayn." Qiyomatning alomatlaridandir bir kishi masjiddan o'tmoqligi 2 rakat namoz o'qimasdan. Ibn Huzayma rivoyat qilgan hasan asar. Abdul A'la ibn Hakamdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Dakhaltul masjid ma'a ibn Mas'udin faraka'a. Famarra rajulun alayhi wa huwa raki'un fasallama alayhi faqala sadaqallahu wa rasuluhu. Falamma insarafa qala kana yuqal inna min ashrati as-sa'a an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli lil ma'rifah va tuttakhadha al-masajidu turuqa." Men Ibn Mas'ud bilan birga masjidga kirdim dedi. U kishi namoz o'qidilar. U kishining oldidan bir kishi o'tib qoldi. Ibn Mas'ud ruku qilib turardi. Ibn Mas'udga salom berdi. Shunda u kishi Alloh va Rasuli to'g'ri aytgan dedilar. Haligi odam ketgach aytdiki, shunday deb aytilinar edi dedi. Qiyomatning alomatlaridandir kishi kishiga ma'rifat uchun salom bermoqlik, ya'ni faqat tanigan odamiga salom bermoqlik va masjidlarni yo'l qilib olinmoqligi dedilar. Hasan asar Imom Ahmad, Abdurrazzoqlar rivoyat qilishgan. Abu Dobiyandan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu masjidga kirdilar. 1 rakat namoz o'qidilar. Shunda u kishiga bu haqida aytilingan edi, ya'ni 1 rakat o'qidingiz u deyilganda, innama huwa tatawwu'un faman sha'a zada va man sha'a naqasa dedi. Bu nafil bu dedi. Kim xohlasa ziyoda qilsin dedi. 2 rakat o'qisin, 4 rakat o'qisin, kim xohlasa noqis qilsin dedi. Ya'ni 1 rakat ham o'qishlik durustligiga ishora qildi. Men bu masjidni yo'l qilinmoqligini yomon ko'rdim, yoqtirmadim dedilar. Ya'ni bu yerdan o'tib ketayotgandim, shu yo'l qilinmoqligini yomon ko'rib, shu 1 rakat bo'lsa ham namoz o'qib o'tayin dedim dedilar. Bu asar Abdurrazzoqning musannafida keladi. Qila lil Hasan: "Ama takrahu an yamura ar-rajulu fil masjidi fala yusalli fihi?" Qala bala. Hasan Basri rahimahullohga aytilindi. Kishi masjiddan o'tmoqligi, u joyda namoz o'qimasligini yomon ko'rmaysizmi? Ya'ni bir kishi masjiddan namoz o'qimasdan o'tib ketishligini yomon ko'rmaysizmi deyilganda, xuddi shunday dedilar. Ya'ni yomon ko'raman dedilar. Abdurrazzoq musannafida keladi bu asar. Yana tark qilingan sunnatlardan biri bomdod namozidan so'ng to quyosh chiqqunicha zikr uchun masjidda o'tirishlik. Xuddi shuningdek, to quyosh botgungacha asrdan keyin ham o'tirishlik. Ayniqsa bizning yurtlarda bu sunnatga umuman amal qilinmaydi. Magar bir Alloh rahim qilgan kimsalar ba'zi bir joylarda amal qilishligi mumkin. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Kana sallallohu alayhi va sallam idza salla subha lam yabrah min majlisi hatta tatlu'a ash-shamsu hasna." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar bomdodni o'qisalar, to quyosh ochiq, ya'ni chiroyli bo'lib chiqmagungacha joyidan jilmasdilar. Imom Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Nasoiylar rivoyat qilishgan. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Qala sallallohu alayhi vasallam: Man salla al-fajr fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurulloha hatta tatlu'a ash-shams, thumma salla rak'atayn kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin,
Qala qala sallallohu alayhi vasallam tammatan tammatan tammatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kimda kim jamoat bilan bomdodni o'qisa, so'ngra to quyosh chiqqungacha Allohni zikr qilib o'tirsa, so'ngra 2 rakat namoz o'qisa, u uchun haj va umrani ajridek ajr bo'ladi dedi. Haj va umrani savobini oladi dedi. Anas radhiyallohu anhu aytadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, tom, ya'ni yetuk deb 3 bor qaytirdi. Ya'ni yetuk bo'lgan haj va umrani ajridek ajr oladilar. Bu degani undan keyin haj va umra qilmasa ham bo'laveradi degani emas, lekin mana shu haj va umra qilgan savobdek, haj va umra qilganda qancha savob berilsa, shunaqa ajr oladi deyapti. Bu shavohidlari bilan hasan hadis Termiziy rivoyat qilgan. Mudrik ibn Avfdan rivoyat qilingan u kishi aytadi, men Bilolni oldidan o'tdim dedi. U kishi Shomda edi dedi, Shom shahrida. Ertalabda o'tirgan edi dedi. Shunda u kishiga, "Ey Abu Abdulloh, sizni nima narsa ushlab turibdi?" dedim. U kishi, "Quyoshni chiqishligini kutyapman" dedilar. Ibn Abi Shayba musannafida keltirgan. Muhojir ibn Shammos amakisidan rivoyat qiladi, u kishi aytadi, "Men bomdoddan so'ng bir joyda o'tirgan bir kishini ko'rdim" dedi. Va unga, "Ya Abdulloh, man anta, ey Abdulloh, sen kimsan?" dedim. Shunda u kishi, "Men Huzayfa ibn Yamonman" dedi. Men unga, "Ayashayn tasna'u hahuna, bu yerda nima qilyapsan?" dedim. U kishi, "Antadiru shamsa hatta tatla, quyoshni chiqishligini kutyapman" dedilar. Ibn Abi Shayba musannafida keladi bu asar. Xuddi shuningdek, asr namozidan so'ng to quyosh botgungacha o'tirishlik ham sunnat. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan u kishi aytadi, "La an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Alloha min salatil ghadati hatta tatlu'a ash-shams ahabbu ilayya min an tiqa arba'atan min walad Isma'il. Wa la an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Alloha min salatil 'asri ila an taghruba ash-shams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Men bomdod namozidan to quyosh chiqqunigacha Allohni zikr qilayotgan qavm bilan birga o'tirmoqligim menga Ismoilni avlodidan 4tasini ozod qilishligimdan ko'ra mahbubroqdir" dedi. Va asr namozidan to quyosh botgungacha Allohni zikr qilayotgan qavm bilan birga o'tirmoqligim menga 4ta qulni ozod qilmoqligimdan mahbubroqdir dedi. Isnodi hasan, Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "La an aq'uda adhkurulloha ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu'a ash-shams ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatayn aw akthara min walad Isma'il wa min ba'd al-'asr hatta taghruba ash-shams ahabbu ilayya min an u'tiqa ruba'a riqabin min walad Isma'il." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Allohni zikr qilib, unga takbir aytib, unga hamd aytib, unga tasbih aytib, unga tahlil aytib, to quyosh chiqqunigacha o'tirmoqligim menga Ismoilni avlodidan 2ta yoki undan ko'proq qulni ozod qilishligimdan ko'ra mahbubroqdir dedi. Va asrdan so'ng to quyosh botgungacha o'tirmoqligim menga Ismoilni avlodidan 4ta qulni ozod qilishlikdan ko'ra mahbubroqdir dedilar. Bu asarni sanadi hasan, Imom Ahmad musnadda rivoyat qilgan. Atodan rivoyat qilinadi, kishi aytadi, "Xaraja ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ala qawmin yatahaddathuna ba'da rak'atay al-fajr, fanahahum 'anil hadith va qala innama ji'tum lis-salati imma an tusallu va imma an taskutu." Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bomdodni 2 rakatidan so'ng, ya'ni bomdodni 2 rakat sunnatini o'qigandan keyin gaplashib o'tirgan qavmning oldidan o'tib qoldi. Qavmning oldiga chiqdi. Ularni gapdan qaytarib, "Sizlar namozga keldinglar, yo namoz o'qinglar, yo jim turinglar" dedi. Abdurrazzoq ibn Abu Shaybalar Mujohiddan rivoyat qilishgan. Abu Ubayda dan rivoyat qilinadi, kishi aytadi, "Kana azizan ala ibn Mas'ud radhiyallohu anhu an yatakallama ba'da tulu'il fajr illa bi zikrillah."
Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga subh kirgandan keyin gapirmoqlik nodir bo'lardi magar Allohning zikri bilan. Ya'ni Allohning zikri bilan gapirardi. Abdurazzaqning musannafida keladi bo'lsa. Husayfdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: Men Said ibn Jubayrdan bomdodning 2 rakatidan keyin bir oyat haqida so'radim dedi. U kishi menga javob bermadi dedi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin innahu la yakrahul kalam ba'da rak'atayni dedilar. 2 rakatdan so'ng gapirishlik makruh bo'ladi dedi. Shunda men yaqulu rajul li ahlihi as-sola, kishi o'zini ahliga, ya'ni oilasiga namoz vaqti bo'ldi, namoz o'qinglar desa hammi desam la ba'sa, buni zarari yo'q dedilar. Abdurazzoq musannafida keltirgan. Ya'ni salaflar bomdodning 2 rakat sunnatini o'qigandan keyin gapirishlikni yoqtirmaganlar to quyosh chiqqungacha. Eng kamida bomdodni farzini o'qigunlarigacha. Usmon ibn Abu Sulaymondan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Idza tala'a al-fajr falyaskutu va in kanu rukbanan." Agar subh kirsa jim bo'linglar, garchi otliq bo'lsanglar ham dedi. Zikr qilinishicha Ibn Musayyib rahimahulloh shunday der edi: Men unday bo'lsa ahmoqman, subh kirgandan keyin gapiradigan kimsalardan bo'lsam dedi. Abdurazzoq musannafida keladi. Avzoiy rahimahulloh aytadi: Kana salaf idza sada al-fajr ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Salaflar agar subh kiradigan bo'lsa, go'yo boshlarida qush turgandek bo'lib qolishardi. Muqbilina ala anfusihim. Ya'ni o'zlarini nafslariga iqbol qilgan holatda, faqat o'zlari bilan o'zlari bo'lib, zikr bilan mashg'ul bo'lib, hech narsani o'ylamasdan boshida qush turgandek jim bo'lib qolishadi. Hatta law anna hamiman li ahadihim ghaba anhu hinan thumma qadima maltafata ilayhi. Hatto ularni bir yaqin do'sti bir payt undan g'oyib bo'lib, so'ngra keladigan bo'lsa ham unga qaramasdi. Fala yazranu kadhalik hatta yakuna qariba min tulu'i shams. Ular xuddi shu holatda turishardi, quyosh chiqishligiga yaqin bo'lgungacha. Tarixi Dimashqda keladi, sahih asar. Valid ibn Muslim aytadi: Avzoiy namoz o'qigan joyida Allohni zikr qilib tunardi hatto quyosh chiqqungacha. Va salaflarning yo'li xuddi shunday bo'lgan deb bizga xabar berardi dedi. Tarix Dimashqda keladi bu asar. Ibrohim an-Naxaidan rivoyat qilinadi. Ular, ya'ni salaflar, ashoblar bomdodni 2 rakatidan keyin gapirishligini karih ko'rishardi dedi. Ibn Abi Shayba musannafida keladi bu asar. Molikdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: Said ibn Abu Hind, Nofi' ibn Umarning mavlosi Nofi', Musa ibn Maysara bomdod namozidan so'ng o'tirishardi to kunduz ko'tarilgungacha. So'ngra tarqalishardi, ma yukallimu ba'duhum ba'd. Ba'zilariga gapirmas edi. Faqulna lahu ishtigholan bi zikrillah. Biz shunda u kishiga Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lib shunday qilisharmidi deganimizda u kishi kullu zalik. Bularning hammasi, ya'ni barchasi dedi. Tarixi Dimashqda keladi bu asar. Abu Arokadan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: Men Ali radhiyallohu anhu bilan birga juma kuni bomdodni o'qidim dedi. Namozni tugatgach qo'lini xafa bo'lib, ma'yus bo'lib, qo'lini yanog'iga qo'ydilar, hatto masjidni devorlariga bir nayza miqdori yoki 2 nayza miqdoricha soya tushganda, hali qo'lini o'zgartirib shunday dedilar: Dar haqiqat men Muhammad sallallohu alayhi vasallam ashoblarini ko'rdim. Bugunlik kunda ularga o'xshaydigan birontasini ko'rmadim. Xafa bo'lib, ma'yus bo'lib, shu narsani o'ylab, bomdoddan so'ng to quyosh 2 nayza bo'lib ketgungacha shu qo'lini o'zgartirmasdan, ya'ni yanog'iga qo'ygan holatda qatib qolganda. Abu Nuaym Hilyada rivoyat qiladi. Mujohiddan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: Ra'aytu ibn Umar radhiyallohu anhu salla rak'atay al-fajr thumma ihtaba falam yatakallam hatta salla al-ghadat. Men Ibn Umar radhiyallohu anhuni ko'rdim.
bomdodni 2 rakatni o'qidi, ya'ni 2 rakat sunnatni o'qidi, so'ngra ihtibo qilib o'tirdilar, to bomdodni o'qigungacha gapirmadilar dedi. Endi biz yuqorida bir hadisni o'qidik. Oysha radhiyallohu anhodan kelgan. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallam bomdodni 2 rakat sunnatini o'qisalar, Oysha radhiyallohu anhoni oldiga kirardilar. Agar u kishi uyg'oq bo'lsalar, u kishiga gapirardilar. Agar uyg'oq bo'lmasalar, yonboshlab yotardilar. Bu asar Buxoriyda kelgan. Bu hadis bilan yuqoridagi asarlarning o'rtasini jamlashlik mumkin bo'ladi. Agar uyda bo'lsalar gapirardilar. Agar masjidda bo'lsalar gapirmasdilar deb. Allohu a'lam. Va mana shu miqdor bilan kifoyalanamiz. Bu mavzuimiz yana davom etadi. Alloh taolo barchamizga manfaatli ilm bersin. Islom va sunnatni yashatib, islom va sunnatdan jonimizni olsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.